Yaxshimisizlar? Men o'ylayapman. Shu 7-martdan keyin 9-mart kelib qolsa nima bo'larkin, ha? 8-mart kuni Instagramlar ham, internetlar hamma yoqda sovg'a olib, sovg'a berganlarga to'ladi. Sovg'a olmaydigan ayollar nima qilamizkin? 8-mart kuni saharda menga ayollar yozinglar. Sovg'a olmagan ayollar, men ham sovg'a olmadim. Siz bilan bir xilmiz deb qo'yinglar, o'ksib qolmay. Maylimi? Chunki hamma har xil sovg'a olsa, o'zingizga o'zingiz sovg'a bersangiz o'xshamaydi-da. Baribir. Kimdandir sovg'a olsangiz, uni gashti boshqacha bo'lsa kerak. Nima deysizlar? Sovg'a olmaganlar qalban birgamizmi? Menga yozinglar. O'sha kuni bir kunga men bilan dugona bo'lib turinglar. O'ksima dugonam, o'ksimam. Biz ham senga o'xshaganmiz. Biz ham senga o'xshab sovg'a olmayapmiz deb dalda berib turinglar menga.